Aravakash bu. Odam emasmi aravakash? Bu aravakash. Alloh Bo'ldi. bersin seni. Всё, bo'ldi. Уже bo'ldi, jonga tegma, yur. Shunday qiyinchilik bilan arava suraman Chorsuv bozorda. Cho'milib yursang bo'lmaydimi? Sas ketyapti. 5 qo'lingiz barobar emas. Har xil odamlar uchraydi. Yaxshi odamlar, yomon odamlar. Ishlaysan, maxluqsan. ishlaysan, mana shuni o'rtasan, uyimgacha o'rtasan. Menga qarang. Yur, ishimni qilyapti. Qo'yib yuboring qo'lim. Mayli insofni o'ziga bersan, Alloh taolo ko'rib turibdi. Hamma bandasi o'ziga. Sal bordi, g'ururingdan aqling aravakash sendan g'ururing olasiz. Aravakashlarda ham odam o'rnida ko'rishsin. Kartoshkalar tushib ketmasin. Yo'q, tushmaydi. Bittalab terasiz. Xo'p. Ularda aybi aravakash bo'lishda emas. Kartoshkalar tushib ketmasin. Yo'q, tushmaydi. Bittalab terasiz. Xo'p. Tushmaydi. Boya ham tushirdingiz. Yo'q. Hamir olsa mana qilib tashlamaysizmi? Yo'q, olavering. Taxta bor qo'yamiz. Qaltirar ekansiz, to'g'ri. Shu 3-4 so'mingizni beraman, boshqa aravachi toping, qaltirab anaqa qilib yubordim. Yuring. Nechi pul? Xo'jaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu avvalgi bo'laganlar mayli endi. Shunaqa ekan uyda o'tirmaysizmi? Uyda nima bor? Nevaralarim bor. Qaltirab naql ham to'kib tashladingiz. Endi mani yetim nevaralarim bor. Shular. Menga nima? Siz muammoyingiz. Men boqishim kerak shular. Cho'milmaysizmi? Xizmat ketgan. Ay xudoyim. Nima olishim ham esimdan chiqarib qo'ydi seni. Nima qilsam ekan-a? Yer bu yoqqa. Nech pul qilib berasiz? 19 lira. Bo'lishi. Ber mana shuni. Uncha qiyin bo'ldi ushlash. Apting ko'rib, haligi ishtaham bo'g'ildi. Sal cho'milib yursang bo'lmaydimi? Sas ketyapti. Yoshim 21da. Shunday qiyinchilik bilan arava suraman Chorsuv bozorda. Bir xil paytda ish bo'lib qoladi, bir xil paytda bo'lmaydi, pul topiladi, bir xil paytda topilmaydi. Men buni och, narsalar solay. Uncha lo'qsan. Hozir daftarimga qarang. Menga qara. Lallaymi, ochman buni. Assalomu alaykum. Nimaga edi? Men pulni to'layapman, baqirim, nima qilibdi? To'ladi hamma narsani bilasiz. Kechirib qo'yasiz yapingizga. Mehnat qotgan yosh bola bo'lsa. Pretenziya. Dense, Ha. baqirmasdan qilsang o'shalarga qilsa. 200 ming beraman. Tashmalaydi. Hamma narsani pul bilan hisoblar bo'lmaydi. Hamma narsa bu mehnat qiladi. Men uni yosh bola bo'lsa, kattalog'ini oling, agar buni anaqasi yoqmayotgan bo'lsa. Qarasho, aravakashman deb chiqdimi? Aravakashman deb chiqsa endi shuni Ha. Chidaydi. Chidaydi. Chaqirasiz, chaqirasiz. Shunaqa. Bu yosh bola. Qarang, mehnat yo'q. qilyapti. Undachi mana. Tashmala yo'ratdi. Yur. Aya qara. Shuni bor. Yur. Shuning boshqa aravaka olishim bor. Hayda. Ayolsizmi? Bola o'g'il bola bor takas. Yur jonim. Aya qara. Sal bordi, g'ururingdan aqling aravakash sendan g'urur olasiz. Yur dedim. Tushunma buni. Yakka boshqa aravaga, ol boshqasiga qilinglar. Yur. Qilinglar. Tushun. Tushun hammasini. Aravakashmisan? Anta yur. Qasamga o'ynama. Har bitta aravakash shuni qanaqa muomala bo'lsa nima bo'ladi? Yur buyoqqa. Qashantga. Qo'ymabdi. Sal muomalangiz to'g'ri. Aravakashni ishingni qilasan. Qilasan. Bitta aravakash. Ishingni qilasan, o'tirma. Qo'ying. Ot dedim senga. Qara, men aytganimni. Ot 1 million beraman. 1 million beraman. Aytgan g'ururingni sotmang, tushundingmi? Ol, shu. 5 qo'lingiz barobar emas. Har xil odamlar uchraydi. Yaxshi odamlar, yomon odamlar. Mayli insofni o'ziga bersan, Alloh taolo ko'rib turibdi. Hamma bandasi o'ziga. Odamlarga xalaqit berman, bundoq tur. Jonimga tegding o'zi. Nega bu bolani urush urasiz siz? Tushunmadim. Nega urush urasiz bolani? Boshqalar bilan kuzatyapman. Nimani kuzatyapsiz? Shu bolani urushib yotibsiz, turtib yotibsiz. Acho, Acho-emas, bu tirikchilik qilyapti. aravaka shu. Odam emasmi aravakash? Pulini beryapman. Bari pulini bersangiz ham.
Odamda ozgina odamiylik bo'lish kerakmi? Odamgarchilik bo'lish kerakmi? Tushunmadim, maqsad, logika qanaqada turishingizda? Ya nima? O'zingiz bolangizga birov shunaqa muomala qilsa nima qilardingiz? Aravakashmi yur. Menga qarang. Yur, ishimni qilyapti. Qo'yib yuboring qo'limni. Odam ozgina bunaqa bo'lishi Yur, kerak. mantda yur. Yashavasiz-ku. Aravakash. Odamiylik degan narsa bor. Aravakash. Aravakash odam emasmi? Pulini beraman. 1 million beraman xohlasam. Bir xil payti ichim ranjiydi, keyin bir kun, 2 kundan keyin hamma joyiga tushib ketadi inshaalloh. Yaxshi bo'ladi. Pulini beraman xohlasam. Baribir pulini bergan taqdirda bunaqa muomala qilmang. Bolangiz tengi odam-a? Boshimni qotirmang, bo'l, boring. Yo'q, bolangiz tengi odamga shunaqa muomala qilasizmi? Aravakash shu zato. Ayoldan Aravakash shu. Pulini beryapman, 1 million beraman xohlasam. Tashama. Ishlaysan. Maxluqsan. Ishlaysan. Mana shuni o'rtasan, uyimgacha o'rtasan. Bunaqa qilish kerak emas. Aravakash bu. Odam emas aravakash. Bu aravakash. Bo'ldi. Всё, bo'ldi. Уже bo'ldi, jonga tegma. Yur. Mashina ketaylik. Yetalaydi. Uyimgacha olib borasiz. Mana shunaqa. Yur. Ikkita oyog'im, ikkita qo'lim bor. Xudoga shukr, sog'lik. Hammasi zo'r. Xudoga shukr, ming shukrona qilaman. Davlatimizga rahmat. Shuncha kam ta'minlarga produktlar berib turibdi. Shunisiga shukr. O'z hayot unaqa emasmi? Просто men bu filmimiz uchun shunaqada o'zimga g'alati bo'ldi. Hech unaqa emas. Hamma yaxshi qiladi. To'g'ri, men ham yaxshi. Ishlaringanligi halol, ukajon, mehribon. Shunda g'alati bo'ldi. Odam xo'rlash bunaqa emas-da. O'zim odamlar xo'rlaganlar ko'rsam chiqib olib yurishadi. Hozir odamlar reaksiyasidan xursand bo'ldim. Ukajon. Rahmat senga katta. Ishlaringiz. Necha pul topasan bir kunda? 150, 200, 200. Necha yoshdasan? 20. 2003. Yaxshi ishlar. Hurmat qilaman. Rahmat. Hozir katta yigit bo'lasan, pulang ko'payib ketsa, boyib ketasan. Manda xafaman. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Sog' ol. Voy, odamlarga havasim keladi, to'g'risi. Men ham shunday kiyinsam, shunday mashina minsam, afsus unday qilolmayman. Bizniki shu tirikchilik, ro'zg'or boshqarishim kerak, ishlashim kerak, to'g'ri. Orzuyim shu, yaxshi kiyinib, yaxshi yurib, kinoga tushgan boshqa nima qilgim keladi, afsus ilojisi yo'q.